yo 3 ta aka bo'lsin, yo 5 ta aka bo'lsin, oilada o'zi asosan rizq, baraka, o'zi hammasida baraka bo'ladi-yu. Asosan bitta bolaga beriladi-da. Shu oilada bitta odam vajak bo'ladi o'zi. Hammani tortadi, ukasi yo'l beradi, yordam beradi. Shuning uchun rizq beriladi-da. Shuni qilgani uchun. O'sha qilganini men qilolmayman emas, Alloh men orqali ukamga beryapti shu rizqimni deb turib, ukasini yoniga tortib yurish kerak. Ish berish kerak. U limit yo'q, aka-ukachi. Bo'ldi, o'sha o'lgunimizcha onamiz boshqa uka, boshqa aka bera olmaydi. Bo'ldi. Boshqa o'rtoq topishimiz mumkin, boshqa ayol topishimiz mumkin. Lekin uka boshqa yo'q. Bo'ldi, bitta bo'ladi yo ikkita bo'ladi. Aka yo aka yo uka, hammasi opa-singil, bitta oila bo'ladi, urushib qoldim. Akam unaqa, yo'q, rizq oilada bitta odam beriladi. Shu katta akami tortyaptimi, kichkina aka ishi, kichkina ukani ishi yurishmayaptimi? Yoniga tortib olib yurish kerak, yordam berish kerak, bir kun yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bo'lmasa qarash kerak. Limit yo'q. Ani ertakdagi aka-ukalar bormi degan savolingizga bor. Men shunaqa aka-ukalarni ko'rganman. Ertak holva javob beraman. Nogiron-da ukasi. Akasi haligacha qarib oilasi. Ertakda ham unaqa yo'q, hech bo'lmasa. Uni ahvolini ko'rsangiz, uni aka kontrol. Shunaqa akalar bor, jiyarini beradi, bilasizmi? Bizda hali bu dunyoda degan ko'p yaqinlarimiz bilan hali ko'p sinalamiz degan. Shuning uchun hali bu hayot ko'raveramiz hali. Hali ko'p yaqinlar bilan sinalamiz hali. Tushundingizmi? Shuning uchun limit yo'q. Aka-uka, aka-uka.